oralari yorilib shuna bo'lib ketganlar bo'ladi. Qo'lini ming yuvsin ham pokiza bo'lmaganga o'xshaydi. Mabodo o'shanaqangi odamlar bilan yonida o'tirib qolsangiz, bitta tovoqda osh yeganda ko'nglingizga keltirmang. Nabarot xursand bo'lingki, Alloh yaxshi ko'rgan insonni qo'li siz bilan bitta tovoqda yeyapti. Bu baxt siz uchun. Deb ushlaganingizda mayli qadag'mi, u qo'lni qo'yib yubormang. Ushlang biror minut. Qadag' bo'lsa ushlang. Nimaga u mehnat qilgan u. U Alloh yaxshi ko'radigan qo'l u. Mehnati bilan u topgan pulini arag'iga, bir yomon ishiga ishlatmaydigan bo'lsa bo'ldi. Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rish uchun men ko'p aytaman sizlarga. Domla, qora aka, hoji aka bo'lish shart emas. Alloh yaxshi ko'radigan inson bo'lish uchun yaxshi odam bo'ling bo'ldi. Tamom. Siz kimsiz? Ijtimoiy kelib